Assalomu alaykum do'stlar. Kameralar deyarli har bir qadamni kuzatib turadigan, dunyoda hech narsa ularning nazaridan chetda qolmaydi. Ular kundalik hayotning mayda-chudalarini ham, hamma narsa birdan nazoratdan chiqib ketgan lahzalarini ham tasvirga olishadi. Aynan ushbu videorolikda sizlarga mana shunday voqealardan bir nechtasini namoyish etamiz. Siz esa ushbu videorolikimiz yanada kengroq tarqalishi uchun bir donadan like bosib, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang. Qani unda boshladik. U yordam berishni xohladi va buni nafaqat samarali, balki ajoyib tarzda amalga oshirdi. Qarang, bunaqasi ham sodir bo'lib turar ekan. Texnikani ishlatib bo'lgandan keyin har doim o'chirib qo'yish kerak. Aks holda mana shunday kutilmagan voqealar sodir bo'ladi. Shamol bilan birga kuchli yomg'ir hatto ichkarida ham xavfli bo'lishi mumkin. Devorlar har doim ham ofatlardan himoya qila olmaydi. Haddan tashqari yuk yuklashning oqibati. Yaxshiyamki asosiysi hech kim jabrlanmadi. Bu it o'z egasining ketishini haqiqiy fojia sifatida qabul qildi va endi to'siqdan eng yuqori darajadagi it dramasiga dosh berishga majbur bo'ldi. Qarangki, nazariy jihatdan it uning uyqusini qo'riqlashi kerak edi, battar qo'rqitmasdan. Ba'zi bolalar hazillari shunchalik qo'rqinchliki, qo'rqinchli va dahshatli filmlar ortda qoladi. Bolani ishga olib borishning oqibati. U shunchaki biroz harakat qilishni xohlamadi, balki tormozsiz aqldan ozgan mashinalarga qarshi turgan jangovar sahnaga tushdi. I want everyone to know that was a real emergency there. Ko'rinishidan u bu test drayvni juda tom ma'noda qabul qilganga o'xshaydi. Endi u yo'liga to'sqinlik qiladigan hamma narsani sindirib taylaydiganga o'xshaydi. Yuk mashinasi yetarli deb qaror qilmaguncha hammasi yaxshi ketayotgan edi. Ko'rinishidan hatto texnika ham qachon taslim bo'lish kerakligini biladi-yu. Hayotda kutilmaganda bunaqasi ham sodir bo'lib turadi. Nahotki bu haydovchi shunchalik xayollarga berilib ketgan bo'lsa-ki, hatto pritsepi yechilib ketganini ham bilmasa. Aftidan daraxt to'satdan va ogohlantirmasdan to'siq bo'lishga qaror qildi va yaxshiyamki daraxt mashina ustiga emas, balki oldi tomoniga tushdi. Ko'rinishidan u tajribasiz haydovchilarga shunchalik ko'p duch kelganki, endi u ularning xatolariga yashin tezligida javob beradi.
To'g'ri, g'oya noan'anaviy, lekin u bu ishi bilan nima qilishini o'zi ham bilmasa kerak-ku. Ko'rinishidan baliq bu ko'lmak emas, balki yolg'on ekanligini anglab yetdi va boshqa joyga qarab yo'l olishga qaror qildi. Yomon himoyalangan yuk nafaqat beparvolik, balki yo'lda haqiqiy xavf ekanligini eslatib turadi. Ba'zan qutqarish uchun qo'yib yuborish kerak va u buni o'zi ham birga noma'lum tomonga uchib ketishidan oldin oxirgi daqiqada tushunib yetdi va bo'shatdi. Devor ham nima bo'lishiga qaramay oxirigacha chidadi, lekin baribir u ham ofat hujumi ostida qoldi. Mashinani ruchnikka, ya'ni qo'l tormoziga qo'ymaslikning oqibati. Qiziq, nima deb o'ylaysiz? Bu it bu xatti-harakati bilan nima qilmoqchi? Bilganlar albatta yozib qoldirsin. Ish kuni hali boshlanmagandi, ammo endi pishirish faqat umumiy tozalashdan keyin boshlanishi allaqachon aniq. Mana o'ziga bo'lgan ishonch haqiqiy jismoniy kuchdan oshib ketganda nima bo'ladi? Tartibni 3 soniya ichida tartibsizlikka yo'qotgani haqida qisqacha hikoya. Mashina haydovchisiz, rejasiz, shunchaki uzoqda erkinlikni tanlaganga o'xshaydi. Bugungi videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi yanada qiziqarli videoroliklarimizni o'tkazib yubormaslik uchun ushbu videoga bir donadan like bosib, agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishlikni unutmang.